butun dunyoni konstovar bilan ta'minlayotgan optimiy bazasiga kelganmiz. Narxlari va 3 etajga joylashgan mahsulotlarni bitta obzorini qilib beramiz. Sizning farzandingizga eng kerakli narsalar mana shu yerda joylashgan. Mega Kans do'konida ming xildan oshiq daftar, ruchkalar, penal, konteyner, termiz, maktab bola uchun o'quv qurollari eng assortiment ko'p degan. Mana shu yerda bemalol bolangiz kelib qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, ko'ngliga yoqqan narsalarni tanlab olaveradi. Bu konstovar bazamiz Sharxondagi Lyuboy konstovar do'konlari bilan bemalol bahslashadi. Sababi narxda va mujilarimizga taxlab olgan sumkalarni ko'ring. Assortiment siz o'ylagandan ko'ra ancha ko'proq. Qizlarimizga ham assortimentda taxlab olgan. Qizlarimizga yangi o'quv yiliga yangi model sumkalarni ham taxlab olishgan. 0-dan 11-klassgacha sumkalarda assortimenti bemalol ochildi. Eng qizig'i 3-etajda. Do'konimiz 3-etajda zamonaviy kasb egalari uchun monitorlar, notebook, aksessuarlar, mishka, klaviatura, bunaqa shtativlar, eng asosiysi hozir bloger ukalar ko'payapti. Mikrofon, xohlagan turingizga shtativlar, texnikalar bo'yicha lyuboy masala mana shu do'konda hal bo'ladi. Kitob axtarib uzoqqa borib yurmaymiz. Do'konimizda o'qishga tayyorlanuvchi abituriyentlar lyuboy sizning ko'ngilingizga mos kitoblarimiz bor. Kitobxonlarda ham joylari 7 qator, to'la kitob. Do'konimizda 3 etajni chiroyli obzor qilishga harakat qildik. O'quv qurollar, kitoblar, zamonaviy texnikalar, kompyuterlar hammasi bir joyda jamlashgan. Sharxonda hozir nomer 1 bo'lib turgan Mega Konstovarda. Do'konimizda lokatsiyasi Manzil Sharxon Orientir, Ariq oshxonasi, Akshamnur kafesi, ro'parasi. Lokatsiyani ham qulay, bayroqda tagida. Mega Kans. Bu onayning gullarni bir ko'rishdachi, hammasi o'zi deb o'ylaysa ekan, to'g'ri. Yotishini ko'ring bularda. Moroni ko'rsangiz mana. Bular meni nasmirda o'ldirishadi, to'g'ri. O onayni shunday kirsam cho'zilib yotibdi, ovozimni eshitib ko'zini ochib olishdi. Yo-mayo. Onay. O'ldi deb o'yladim bu onayning gullar ko'chadan kirdi-da endi bular hozir. Ularni ochilgan. Yo, rostdan o'ldimi-ku ular, e? Vo? Serios o'ldimi-ku? Ay, yo'q-a. Voy, maylis, qarochi. Tomoni o'chirib turadi. Xullas, bo'ldi, o'ladigan o'ldi, tomga otiladigan otilib bo'ldi. Kanet. Prosta katta bo'lib yashab bersang bo'ldi. Endi ro'da yoqdim-da mana uni. Yoqib chiqib ketganimga sal havo salqinlab, bular relaksga tushdimi deyman-da. Necha to'yga ekonom qilyapman, men ham to'g'ri tushuninglar. Har kuni 30 mingdan solyapman svetga. Yaxshi. Bateriya yo'q. O'tgan safar video qo'ygandim, 12 ta o'ldi deb. Xudoga shukr, hozircha 12 taligacha turibdi. Bolalar yaxshi. Xolasa assalomu alaykum, olib kelib oldik. Xolasa yapon manjur deydigan. Xolasa belgi gigant deb qo'yilgan roller turidan ekan. Barakasini bersin. Juda ham ajoyib narsa ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Gapga o'tirib qo'ygani ham bor ekan. Yaxshi bo'lib ketsa kerak menimcha. Oyog'i yerilib qo'ygan. Xona issiqligida quyona vovullab boryapti. Qorovul. Xona 50 gradusdan shekilli bilmadim. Quyoncha ham hayron. Oyoqdagi endi biz ham yangimiz-ku. Bismillah deb boshladik. Kamchiliklarda bo'lishib boramanda qanaqa bo'lish kerak? Ehtiyotsizlik bilan bitani bosib qo'ydim. G'ish termoqchiman endi buni. Ertagalikka nasib bo'lsa, shu bilan shug'ullanaman. G'ish yurgani как бы дорожка bo'ladi-da. Bularda hozir yurib ham bo'lmaydi, va xavfli. Donlarini bersa, suvlarini berib tursa, nasib suvda обязательно dog' suv berish kerak ekan. Brollerga ham shu dog' suvni qaynatib qo'yganman. Vitamin, dori, darmon hamma yo'g'i bilan bo'lishib turaman, xudo xolasa. Yangi boshlamoqchi bo'lganlarga ham ozgina bo'lsa ham manfaat deyapti. Bedana kerak bo'ladigan bo'lsa nomer qoldiraman. Eng kami 500 ta buyurtma olaman. Bemalol telefon qilaverasizlar. Men o'zim yangiman. Men o'zim informatsiyalarni olib keldim hozir. Polностью bo'lishib boraman. Shu bilgan narsalarimni nasib bo'lsa sizlarga ham o'rgataman. Menimcha qiyin joyi yo'q, buni xona issiq, suvlari, yemlari joy-joyida bo'lsa, menimcha muammo bo'lmasa kerak, xudo xolasa. Soat 12:30. Brollerdan olib kelishim kerak. Juda ajoyib. Mana yerda to'planib turibdi, naryoqda yugurib yurishdi, rig'ayapti. Hali bir sutka bo'lmagan narsalar. Yo Alloh, qarang. Bu yoqayotgan gazimiz, bu propan. Propan ishlatamiz. Gazimiz bor, bizda propan hozir, lekin propan yoqyapti, xudo xolasa.